Tehronda o'zbek tilining o'rni nishonlandi. 29-mizon o'zbek tilining milliy kuni munosabati bilan Tehronda o'zbek tilining o'rni nomli farhangi va madaniy mahfil bugun Eron poytaxti Tehron shahrida shonli bir yig'ilish orqali nishonlandi. Albatta barnoma qachon boshlanganini bilmayman. Muntaho bu bizga kech qilganimiz uchun barcha do'stlardan, ayniqsa janobi Qaysori Soyibdan shu barnomani uyushtirgan barcha yigitlardan og'ay Asadulla Boris Aziziy, og'ay Odilbek, ukamiz Burxoniddinjondan, Azimiy Soyibdan hamma do'stlariki otlari agar az qayda qalam monda bo'lsa, ular hammasi meni ma'zur tutsinlar, chunki bu kichik qisqa muddatda qisqa so'zga chiqqanimda bo'lmaydi, hammasini esimni tutsan. Shu timika shu barnomani yo'lga tashlabdilar. Hammadan oldin sizlarga o'zbek tili milliy kunini yo 29 mizon oyining 29-sini muborakbod deyman. Umid qilaman shu muhojiratda, shu surgunda, shu g'urbatda har kunimiz bir kun emas, 29 mizon milliy bo'lsak, o'zbek bo'lsak, boshqa yilni 365 kunni nima bo'lsak, bizlar o'sha milliy huviyatimizni qidirmasak, balki yilni 366 ro'ziga ham bizlar milliyligimizni, huviyatimizni, tilimizni unutmasak. Ushbu yig'inda bir qancha yozuvchi, bilim yurt ustozlari va shoirlar chiqish qilib suhbat qildilar. Suhbat qilganlar Afg'onistonda o'zbek tilining bugungi vaziyati to'g'risida har tomonlama gapirib, o'zbek tili va farhangi rivojlanishi uchun bunday muhim yig'inlarning o'tkazilishi zarurati ustida suhbat qildilar. Zaboni o'zbeki yak zabon است. Zaboni o'zbeki yak tamadon, yak farhang, yak shujoat است. و جا دارد که از رهبر مظلوم شخصیت مدبر الحاج نظام الدین قیصری، شخصیت توانا که یک بار دیگر امروز نشان داد که توان مدیریت، توان انسجام در بین ملت افغانستان دارد. امروز ملت افغانستان در ملک غربت، در ملک مسافری قرار گرفته و همه در به در هر گوشه و کنار رنگ ببرند و یگانه دری که امروز برای مهاجرین افغانستان باز است به خاطر شنیدن صدای مهاجرین افغانستان الحاج نظام الدین قیصری این که شروع گرفته و به خاطر خدمتگزاری و ملت بزرگ افغانستان آمده خدمت هست. Ushbu yig'inda bir qancha yozuvchi, bilim yurt ustozlari va shoirlar chiqish qilib suhbat qildilar. Suhbat qilganlar Afg'onistonda o'zbek tilining bugungi vaziyati to'g'risida har tomonlama gapirib, o'zbek tili va farhangi rivojlanishi uchun bunday muhim yig'inlarning o'tkazilishi zarurati ustida suhbat qildilar. همینطور که مستحضر هستید، ما امشب و امروز در اینجا گرد هم آمدیم تا روز ملی زبان ازبکی را تجلیل بکنیم. در 29 میزان 1398 آقای اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان این روز را با عنوان روز ملی زبان ازبکی نامگذاری کرد و سومین زبان رسمی افغانستان به رسمیت شناخته شد. به افتخار ازبکای عزیز، زبان ازبکی پل ارتباطی بین دنیای ترک تبار و آسیای میانه است. بنده هم بنابه خود به عنوان یک نماینده مردم هزارجا این روز عزیز و این روز مبارک خدمت یکایک شما ملت افغانستان و بالاخص شما دوستان ازبک تبار، شما دوستان ترک تبار تبریک و تهنیت عرض میکنم. بازم به افتخار ترک‌های عزیز و ازبک‌های عزیز یک چکشن میکنم. Ularning aytishlaricha, bu qabil farhangi yig'inlarning o'tkazilishi faqatgina tillar va madaniyatlarning rivojlanishiga sabab bo'lmay, balkim Afg'onistonda yashovchi barcha qavmlar bir-birovlarining tillari, farhanglari va madaniyatlari bilan ko'proq va yaxshiroq tanishadilar deb 29 میزان روز ملی زبان ازبکی را برای تمام ازبک‌های جهان و ملت عزتمند افغانستان و مردم مجاهد و سهلشور ازبک
تبریک و تهنیت باد عرض می‌دارم. Shuningdek, nutq so'zlaganlar madaniyat, til va ma'naviy boyliklarni qadrlash, darhaqiqat fikr uyg'oqlik, milliy ruhiya ijod etish, mamlakatimizda yashab kelayotgan barcha qavmlar orasida birlikni از جناب محترم الحاج نظام‌الدین قیصاری فرمانده محبوب شمال ازبک تبار تقدیر و تشکری میکنیم بابت اسپانسری این برنامه بزرگ و با شکوه جاری کردن و همکاری صادقانه خود را انجام دادند. برایشان آرزوی سلامتی و تندرستی خواهان بودم. چی شد که امروز برنامه مهمی داشت نتونست در محضر محفل ما اشتراک بکنند. Ayni holda ushbu farhangi mahfilda 29 o'zbek tilining milliy kuni munosabati bilan ijod qilingan bir qancha she'rlar, ayrim shoirlar va o'zbek tili shaydolari tomonidan o'qib eshittirildi. امروز 29 میزان روزی است که یک کتله بزرگی کره زمین به این زبان تکلم می کند. زبان ازبکی یک زبان نیست بلکه یک دانشگاه است. زبان ازبکی یک زبان نیست بلکه یک نهر بی پایان است. زبان ازبکی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز پر انرژی حرف میزنم به خاطر یک مسئله. امروز گلهای نازنین ما به خاطر زبان ازبکی آمدن به افتخارشان. قوم سربلند تاجیک مبارز و آزاده اینجا حضور دارند و اقوام دیگر اینجا با تنوع با اقوام نازنین امروز زبان شیرین ازبکی را ما تجلیل میکنیم. این باعث انرژی و باعث قوت برای یک ازبک است.